gapleri Nanin dedin lan Aşka gidiyor Taza Açık küçük temi var Aşka gapleri Her bir sözün vezni var Aşka gapleri Açık küçük temi var Aşka gapleri Her bir sözün vezni var Aşka gapleri Bakay safkem İş köpülürga bilikni Erikni tüzüşüme Akımma Sen güleyli birlikte Alğa basayla Ecdadının özü var Aşka gapleri Aşka gapleri Aşka gapleri Nanin dedin lan Aşka dilo Delikli siz kep bo'lgan Qasim aka shuda. Gel o'zi shu. Gap qilmaymizmi? Shu qo'ltirmaga ma. 11 kun nayimigida gap qildi odam o. Menga menga. Ay, bir gap qilsanglar. Uzaq. Qasim yo. Chiliqma. Balandmi? Yaxshimi? Sizni so'yilgan gap borda. Ha, nima gap patka? Sen Ha, Hacimka, xo'sh. şeytan xuddi bormi? Jamoat tanglancha tilqaga yo'llamaqda. Qap qildimi ha? Endi gidaman sizga. Mayda gap odam o. Çılıkma. Tiştoluma, çaman toluma. Tişler, tiştola. Sizler kim bo'ldilar? Ne bo'lib ketdilar? Nima? Menga 30 ming mukofot chiqibdi menga. Hoy, bu qiziq bir ish bo'ldi-ya bu. Bu qanday chiqibdi u mukofot menga? Ha, ben TL'likdan bo'libdi sizlar. Ha, ma'qul. Ben ne deyilib olam o pulni? Ha, ben kimlik numaram ne? Anadaki bankının numarını evet vermişim ama. Onundaki sizler bana 30 ming pulni karım kurpurlatsızlar. Ha, ma'qul. Ma'qul. Men hazırlam evet o'tay ma'qul. Hazırlam evet o'taman. Ma'qul. Acab 30 ming koy. Nanda bilash bu. Hazırlam. Qanama kimlikim ne deydi endi? İşte varsa. Bana 30 ming mukofot chiqibdi qaylan. Anladım. Hemen anladım. Ne bo'ldi? Okuma hadim degandan. Aka, bunda işleri işenme deyim sen fakat işenme bunda işleri. Sen bakadım aka 30 ming pulni berem da, ha? Ya şu 30 ming mukofot chiqibdi. Ya şu to'xtab da senin kimlik numaranı sordu shundami? Ha. Bank kartani numarini sordu shundami? Ha. Shaqada bo'lsin ha. Men bilaman buni. Men dashodagi vaqtimda jiq kelganman undan numar. İşlesek bo'lmaydi aka, bunda ishliq deyman. Bu senin kimlik numarangni, bank kartani numarini so'rab, sening shaxsiy uchurig'ini egallaydi ma'lum. Shundami? Ha? O to'sqabdan men numarim deb bergan bo'lsam, kadr pulni ilib oldi ekan aslar. Bundan numarali telefon gaz, ammo Ma'qul. Juma, ishonmam unda ishliq. Ma'qul. Men og'lirimdan ko'rsatib yurayman. Ma'qul. Vay. Yaxshimsiz efendim. Atishliq bana salomat bo'lma. Sizning telefon numarangiz taleylik abont qatoriga kirib ekan, shuni sizga sovg'at avatmoqchidik. Shundami? Ems kimlik numarangiz bilan adresingizni deb beramiz. Ha, mening adresim shu Qo'noq bozor yo'li 2-go'rab. Bu kimlikning nomeri. Men kimlikni olgandimanmi, xon? Kimlik numarini avatish sharoitingiz bo'lmasa, hozir telefoningizga tasdiqlash kodi bordi, ya'ni yangiqma bordi. Shuni deb beramiz. Ma'qul. Ha, keldi. Obda izvasilcimi xon? Bo'ldi. Ha, kelgan tasdiq nomeri qaysa 110.
Agar Qashqarda yurayotgan bo'lsa ham telefonini 0998 xon 110 deb yozilar. Voy chiroyli, voy umoq, voy tatib qiz bola. Ajab obda oldiga telefon qiliblar meni. Albatta. Vay, xanım yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Yo'ldoshingizni mashina so'qib ketib hozir jiddiy qutqarish bo'lmadi. Nima? Men hozirlik kart nomerini yo'llab beraman, darhol 10 ming yuan o'rnidan. Uy, sizlar mening kelgusidagi bo'g'iz qaynonam o'xshamamli xenan. Voy, men taq agim tig baqmagan tursam, nadiki ekan u? O'g'allar bilan bir ayat ko'rishib qolgan bo'lsam kochki, ha? Voy, qo'ying. Vay. Voy, yaxshimisiz? Siz Oliyama? Ha, men shu. Sizga 5 ming yuan mukofot chiqdi. Ha, nimda yaxshi? 500 yuan tizimlash haqqi, ish bajarish haqqi va shuni urib etgan bo'lsangiz. Ha, oshisining 500 qo'yga, men yana 500 qo'y qo'shib beray. Men qo'y qilib tutib olib, 4 ming qo'yni karımı silvetmemsiz. Kechiring, biz haqning pulini qalayim olsak bo'lmaydi. Ha, siz faqat boshqaning pulini ilib olmaysizlar. Sizlarga oliyjanob oldimchi. Ammo etqin dading ne bala. Memmo etay dadam ne. Jibeled çoğ bolup asigal. Bilmepti men qadrini. Vay. Efendim yaxshimisiz? Ha, chiqliqma, to'lima, amdat to'lima. Men bank kredit bilimining mudiri. Biz hozir bankimizda o'simsiz qarz bejiryapmiz. Sizga o'simsiz qarz bejerib beramiz. Men qaysa xonim, men kambag'al bu qanday men bankka qarz berib turibman deyman, ha? Yo'q, efendim, mening demoqchi bo'lganim, biz sizga qarz beramiz, sizdan olmaymiz. Ha, asl beramsizlar. Biz sizga 300 ming yuandan 500 ming yuangacha o'simsiz qarz beramiz. Vay, balda. 300 qo'ydim, 500 qo'ychilikmi qarz beramiz deb men telefon qilamda bankka degandan. Yo'q, efendim, ming davlatda men 300 ming yuandan 500 ming yuangacha o'simsiz qarz beramiz. 300 qo'ydim, 1000 qo'ygacha. Qaysa o 1000 qo'y pulni ataydim bankda ilib nimaga ishlatgan bo'ldi? Efendim, siz yana gapimni xato tushunib oldingiz. Mening demoqchi bo'lganim 300 ming yuandan 500 ming yuangacha o'simsiz qarz beramiz. Ha, 300 ming qo'ydim, 500 ming qo'ygacha. Ha, bo'ldi g'ashkim. Undan men hozirlan berib bankka berib ilib olayman undan men. To'xtang efendim. Avval to'ldirgan bir jadval bor. Andan ozroq rasmiyat taqib ketadi. Qaysa? 300 ming qo'y bilan 500 ming qo'y pul degandan bir yo'g'on pul emas. Hem aşlığına men berib şey cedvelini toşqizib turmisizlarga. Va bu hujjatni bizni yezpasam ham tugaydigan ish var. Inovat darajangiz yetishmasligi mumkin. Inovat deb ketishlarni taqa. Men qaysa meni vaqo, men mali qo'yda meni noit cho'ng bo'ldi, noit hurmat qiladi. Men menda qonun qoidaga noit shu rioya qilaman. Men mali qo'ydiqlar noit obda o'tmay qo'ydisizlar. Shuncha hammalar meni noit hurmat qiladi. Va haqdim bey menda jing'lichoqlik bizim so'rab qolsammi va pul pichak olib qolsam be 50-60 qo'y pul so'rab qolib qolsam shu zaman qaytirib beraman. Anodagi mayli so'pak so'ray, yo ketman so'ray, yo tishang so'ray, yo ambu so'ray, kuli so'ray. Ammo shu zaman qaytirib beraman. Mush inovatmi yetmaydi sizlar o'zlariga xina. Lekin bo'g'inimizni buzilanma qala kallimiz va bizdan aqasini oldimga tushirgan saranglab qolmadik biz. Ali de kambalo. Siz nimaning tor orqali saxt qarz berish kerakligini bilasiz. Siz yuqori filmda ko'rganingizdek, oldingizlar bank xodimlariga olib chiqib olib, sizni tor orqali yuqori so'mada, tuvan ismda qarz berishga da'vat qildi. Siz qarz berish maqsadida qarz tarafning degani bo'yicha ularning qarz berish uchun topshirishni aytgan rasmiyat haqqini yo'llab bergan vaqtda siz allaqachon aldangan bo'lasiz. Esingizda bo'lsin. Tor orqali qarz berishganda hargiz rasmiyat haq ketmaydi. Tor orqali qarz berishda rasmiyat haq talab qilganning hammasi aldamchilik. Siz yuqori ishlar sababdan oldin qolgan bo'lsangiz, darhol bir rezon telefon qilib, delo ma'lum qiling. Voy.
Yaxshimisiz, sizga bir posilka avatib kelgan ishini zararli chekimlik chiqib qoldi. Ha, bo'ldi. Voy. Ay, xinam, bidam. Ha, mening gapimni anglasizlar. Mandaq. Bizning shirkatning o'gisida bir mushuk paydo bo'lib qoldi qaysan. O mushuk kunda miyangshim ishchi xizmatchi bolani faqat yaxshiligini qo'ymadi. Şoňa men şu müşkü taşlap bersem oturup aqsa çekip, şirkeyip sürüp, miýanyş toktap qalamyk degençilap saldygan. Sizler bek awarlyk tutuplyk ene maňa telefon qilap wajan. Vay umak bek awarlyk tutuplar. Asta aşu posilkynyň töpüslen meniň adresim bas, siliveslerlam iştige edemes. Maňa telefon qilip bunu digiçe, o aldamça. Ya telefonna. Adaş, qanday ahvalinglar? Yaxshi, o'zingmi-chi? Yaxshi. Yaqında telefonda tor aldamçılığı, telegraf aldamçılığı intayin köpüyüp halkımızı ağır ziyanga uçratmakta. Musu zade telegraf aldamçılığı degen zade nime? Telegraf aldamçılığı degen emas, adaş. Bir türküm saxtipazlarning adaş, yavaş, yumşaq, sadda kishilarni bir kechidla bayga aylandırdıgan, yanıla arqadilla soygan piyazda qilib qo'ydigan saxtipazlikni tor aldamçılığı deymiz, adaş. Ha, mundaq kende. Onda qo'sa uning tafsili ifodasi qaysidir? Vay, biz Şonkar şirketinden. Ha, shundaymi? Sizlarga bir yetkizdigan xo'sh xabar bor. Oy, nima degan yaxshi? Unda qo'sa tafsili anglasizlar. Ma'qul. Bizning shirkatga sizlar 50 ming koy pay qaslar. Her ayda 5 ming koydan 10 ayda mush 50 ming yen pullari qo'llariga yenib keladi. Hem onundan biri yana atrofidagi kishilarni tavsiya qilsizlar, yana 30% payga erishinglar. Oy, nima degan yaxshi bu? Nima degan yaxshidir? Unda qo'sa xanim, mamma 100 ming yen pay qo'shay. Ha, shunda qilsizlar. Atrofimdagi yana urug' tuqqanlarimni mushu turga mablag' qo'shishga mana da'vat qilib mishaga boshlab kelay bu shirkatga. Bek yaxshi ekan. Ha. Mana mushundaq usullar orqali aldinadi. Aldangan vaqtida biz qaysi telefonlarga telefon qilsak bo'lar? Unda qo'yganda-chi, atrofimizga saqchi xalalarga birimiz onga telefon qilishimiz kerak. Unda saxtipazlarning adash atrofdagi boshqa kishilarni aldab ketishi uchun ular oldin to'silishimiz kerak emasmi? Mana shularni to'g'ri aldamchilikqa deymiz adash. Ha, biz buningdan keyin mushundaq tashviqlarni davomli kuchaytirib beraylik. Shuna qilaylik. Xayr xo'sh. Nim bolla? Doktordek so'rab ketli kasal ko'raman ya. Bu mashina chiqib o'tirganligi. Oy. Biz o'tira olamiz mana. O'tirdigan yeri bor ekan. Sinop dadlarning nomiga yetkizgan bo'g'aytama mashinani. Ya men ma mashina ko'rayotgan. Voy ko'ravaslar. Sizlar ko'rilgan yerlarga teqich tutilish baqmadik bas. Ma mashina olay deganman. Sanab bo'ldimi? Sanab, anakin sanamen. Hep belli. Biz shu sinab, silab, uya birini tutup, ne tishlik qaylab biqib, undan keyin bizim deylim ki diye. Undan sonra faqat bo'lmaydi qaysa. Ma mashina men avval ko'rgan. Ma mashina men olaman. Qaysa boshsil nemini ko'rsir shuni oladigan qo'ydiribman aslida. Elime bir munadek bunda dönbe tizib qo'ygan 5 yulduzli hojatxona chirib qolmoqda. Nim desizlar? Ishqilib ma mashina meni ko'zim tushdi. Og'inim. Qaysa xar. Bu mashina oladigan odam deganning bunda bir rolni tutib turib, o'tirib ko'rmay, hamda shoferning qo'shimcha o'rindiqiga chiqib olib, mashmati padshahligining xonishidek menda qilib o'tirgan shaqaman. Voy sizlar, ma mashina men olaman. Dapqi tashlagan moyoqdek taraqshib ketdilar. Qanaqlar? Ma mashina sizlarmi olimi deylar? Menmi olimi deyman? Men bir savol so'ray. Javob berasizlar. Ma mashina siz olalar, bo'lmasa men olaman. Neymiş ki bana da yiyişiyor normal gibi oldu bak. Mak çatlak yok, xeynam çatlak yok. Ama sen açığımız gelip kutup katsın mı? Hep koyduğun bir kuyu var. Hayır koşup ilham kessem kaylap ottamayımız bak. Vay to'xtabsan, nima qoldirayli deyman. Yo'q, men mashinadan zaylay ipon chiqadigan chiqay turdan. Qaysi dengizda beliq ko'paymaydi. O'lak dengizda. Qanday bilan ekanman. Axir, men to'yliqlarga hisoblab men mashinani deb ham ketamda. Aldırmay tuttuslar. Endi siz so'raylar. Ma'qul. Naq gaplarni deyishaylash kerak. Mushu Nadir mashina klubininki. Mushu sodadagi 3 prinsipi zadi nima? Bilammi shu?
foydani az elib, ko'p setish, savdoda uzun mezgil davr surish uchun mas'uliyatdan qochmay mulozimatni yaxshi qilib, xaridorlar uzoq mezgil do'st bo'lib, xaridorning ishonchini oshirish, rostchil, samimiy bo'lish. Qanday bilamdikanman? Ya, qilchilik xatosi yo'q, yomon kelmasma. Şuna men mishan ishonchlik deb, mishan tanlab kelgan deb qaysa. Yaxshi, men shu mishaning mashinalari xil, odamlari ishonchlik deb, men shu mashina aqli kelgan. Qach ishkaylan billahi deb menga Ne bisküvi oturdu. Bakayım görüp bakayım. Hoş. Ne bulup da maşina? Ana çişton kaymak ya. Maşinle alındık. Alayım ha. Alayım. Hoş. Cesle. Alayım. Xoş xəbər. Qashqar şəhərdə kəsbləşkən qulaylıq tamaq buyruq supsi barlıq gəldi. Illıq tamaq buyruq supsi 2019 yılı 3-cü ayının 23-cü günü rəsmi ticarət başlagan olub, şəhərimizdəki özgücə uslub bilan həmmimizə tanışlıq bolğan dağlıq tamaqxanalar bilan həmkarlıq oruntup, hər millət kən xalq amısığa 24 saat əla mülazimət qılıb gəlməkdə. Supimiz yaqında bizni qollab kelyapkan konu yeni xəridarlarga rəhmət etiş yüzüdən kən köləmdə haqsız katta fəaliyyət qılmaqçı. Supimiz Şinjandakı hər qaysı şəhər nahiyalardan vakalət qəbul qılımız. Qızıq liniya telefon nömrə 0998 88 81 818. Gel Gülhan ya gel. Bizde kalayankaçılık bu. Mutfağımızı tozlap tutmamızla değil mi? Merkezem? Ne bir şey atmayayım ha? Qaysa? Bu ödem tamak yeydiğe gelmişinde meylet olsulam da. Bu vallahi etigen tazlakat ya. Ma istakana meyletlik yeteğe. Onu az diyende takma tamaktan bir muçat çıkıp şurada. Sizlence müş tamak yani kayıt yigil bulam hocam? Bu tamakların yerimini mi yapılıp da bulmasın? Maan çaşında atla. Ha, işte şimdi ettim. Qo'ng'ir, qizil, seriq aralaq chashindami? Bizning xotanda manda chash yo'q. Sizning xotandıkı balına çeçimi o yaçımdan çeç. Sizin ne bulur hocam? Akasa qo'llarni. Ha. Mana medey atmay mush bet tutilma. Ben bizning xotandagi balondan bir to'lab chiqqan chimdan chiqib uni kech bardim. Sizningcha osh boshildan ish chash chiqadigandekmi hala? Bak chash tushmaydi, mana boshqa. Elim bor ishtaq chiqampa yetganlar. Agarda bir taqsi bir jomaji, bir dapanja yegan bo'lsa, butun chashni yulib ham taqsining ichiga soladi ekanmiz, ha?
Maşallah bunu neçe vaqtdan opdim. Şu kelinimga berdigan opdiken men buni. Bulap toyning aytisi chiroyli bo'ynaga sep qo'yay. Do'st bu qudam degan xotin nima ish qilayotganda? Turay bir telefon qilib boqay. So'qib opdan chiroyli. Uy. Qudam telefon qilib qoldi, ne deganda? Hey, sizlikma? Sizlikma, siz to'lim qudam. Sizlar to'liman. Men yaxshi. Nima ish qilib ketdi qudam? Men shu nima ish qilmay to'yni oldi kendik tayyorliqlarni qilib, qudam shu. Obdan bo'libdi. Men mana shu to'g'riliq bir telefon qildim, qudam. Shunda endi obdan kelishiblar. Endi qiz vaqtmoqmi, oson emas ekan desizlar. Sizlarmi ko'la endi qizimni hali shirkatini qurib o'z oldiga mashinani haydab yuribdi-da. Shonglashqa bir 5000 ko'ysin putilib etgan bo'lsalar, texim be xo'sh bo'ldim. Qaysa qudam? Bu gap teshilib qoldi. Asli faqat o'rgim yo'qdi. Amsilning qizlarninki qo'ng'ida mashina olsa, mening o'g'lim bu qo'shramliq velosiped deb do'ngdan tushmaydi-da. Endi qizlar topgan bo'lsa, men faqat o'g'limning xotin haqning bir sinf pulni xarjlik qilsam-mayman. U o'zining o'ziga qudam. Endi ma 5000 pulni putillab bersa deganlarga sal qo'siqam og'rib qoldi. Mening faqat degim yo'qda, ammo o'zlari teshib qolma gapni. Mayli kun chiroyli to'yliqni versam qo'ygan rahlaraylik potlish bo'lib ketgan nad saqlabliki qudam uni bir 6 parcha rahni qo'yiblar. Nonning orsiq sog'an go'shtlarning hammasi yog' pechlab deb turdi. Bu to'pidosh yetib yemasak, yog' yemasak bijalarimiz qizirib qoldigangan. Bulatda onun nima gap qilmadim. Abi o'g'limning uchiga bir chiroyli shimkastimdan bir taqlab kiydirdigan ya deydi qudam. Uni maqamil voy bulatda o'g'il meninkikin. Men hayotda desayot yegashganning kelganning gapini demayl dedim. Abi voy chiroyli bir to'yliq ekepla. Adiqimiz chiqib qopdi. Ma bir qiga istimizkin deb pishki bir yondirib qo'yadi. Uningmi oldi kenni bilmalar mushuk bo'lsin yegandek o'tdala qudam. Endi faqat ko'ngillarga yoqmagan bo'lsam qilib qolay. Ayliqi to'shik munchaq yadi qolmabdi, yadi qasimi to'p bosmabdi debdigan qudam. O'g'lim opdan yadim bir chiqib qola. Yaxshi bo'lmasa eskisa. Qudam, men qaysizlar sen o'zlarini besivaslar qudam. Endi bijigiz gap qilib qo'ysam, ajab bir qaynab ketli qapulab. Endi ish bolalarning ko'ngli deb qopdiq. Shuni men bundan keyin bir baxtli turmush kechirib ketamdik deb qildik. Sizlar bilan biz anib olgandan bir qillar qanday qilsa qilib bir chiqmamsizlar bir bozor bir chiqib bir ko'rishib. Ya qudam to'xtislar. To'xtislar qudam. Men hergiz kuchab ketmayman qudam. Men sizning butun bir suruq yemek yegan qizlarni epirim deb bora oldim-ma. Men toz bilimni bog'lab bergan. O'sla ani qippas, mani qippas deb ikkimiz savdolashmayapmiz Molvozirda. Biliq bir yakshan bozor degangan qerinekning savdosi emas bu. Umr savdosi qudam. Bu hazırlamış ikimiz büsüpsünüz çoraslap değişip kesek keyin nima ish qilamiz qudam. Men bir sürük g'ulasan 25 küçüküzdüm oğlumni. Men bu samollaqning tegidan tepolmagan. Men uni chichkini berib cho'nqaygan qudam. Bu yaxshim gapni qilaverdi ya qudam. Unda demisrim men bilimi qudam. Voy deb qo'ysir istimni qiyinchiligim bor. Men bir sürük ona. Mening hech qanday istimliqimla bir kiyimlik shepingni xalqda yo'qlamali ya. Men gap qilmadim qudam. Bo'ldi qudam deganlarda qilaman deb qasirib ama qulam ko'ksinde hozirlam chiqsa bozorga. Jusa qudam bir bijari ko'rishini. Bozorning yeri ko'rishimiz men hozirlam chiqay. Men qudam men qarinni ko'rishgan dedi ishlajma, men qilay.
Şinjan Ümit Xalqara Savdo Cheklik şirketi diyorimizning Munbat tuprog'ida jabakash dehqonlarimizning tujubila parvish qilishi bilan Payzvat g'arib qora o'riki, Payzvat yerlik alayda qora o'riki, aralashma o'rik xomisi, quruq meva etiganlik nashtalik, Payzvat kaskanchilini qatorliq hech qanday ximiylik tarkib qo'shilmagan yerlik mahsulotlarni pishiqlab ishlab bozorga soldi. Xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishini umid qilamiz. Mahsulotimizga har qaysi joylardan xaridor chaqiramiz. Aloqalashquchi Elijan Qurban. Telefon 0998 57 11 20 0. Ben hiç topanmayım ya. Sını kudam kâgentim olmasam. Şahidi beğendim. Modunla turda bir iş küçük giyim kediriglek. Ya bir isim yokken bu dükkandan şu kahveyi de topanmay. Kudam bu Gülmire'nin dükkanıymış. Bütün saat saray boyunca bekliyorlar. Hiç tapanmaydı kalı. Tosun beni çıkay. Maslak kudam. Hoş oldun okşalar. Hoş gel. Koyalım kudam mı? Kırık koyalım ben. Haydi tepkine. Mas kudam. Şeysler? Recep isil bir kiyim keçekli vakiner. Kuda. Şu sıllan bilmeydi kalk şeyle. Toz bilmeydik ama kaynısın ben. Ay Gülmire'nin şikimlerini xalq buladı bu sıldım dep bilmegella. Ben bek sıldak bilip ketmeydik ama kuda. Pişt pazar jüget bilmegella. Ben optimidek bilmek kudam. Kalsa kudam. Halıqallarını. Vallahi bir çıraylık kılıp etkidek bir. Ya bu gelmiş Gülmire akınımninki. Hocurluk kiyimlerini silgi bəydim. Tallap ahırdı beni yisap kol soğuk tosur buldu. Közle. Ma qandarıqsın ocha kızımga. Oy kudam. Bu jirindeki paşılık. Lepkelik kan. Hemer körünüp durdu. Altıya tonluku var. Tüzük kızımın közle be. Mani bir kiyip geçse, şunun da yumuşak. Ma qandarıq ki kudam. Nima qilamiz bu gazirlikni kudam? Sofer qaptap belesine. Körüne kudam. Bekcek bu Gülmire'nin, Şerife'nin hemmesi bap bir körüne kudam yana. En sumaç kudam, maның bir qaylap baxsla. Kudam bu. Oy. Nim bu alavara serikçinin gidek. Kızlar serik oyun oynamdı ya man kilim bulamdı. Nim bu. Dolu çıkta jip va. Ben bu söz gılap bağmayma. Jumala kılıç bulağını keydirip. Ne çıksın kudam sen edem yanı olsun. Kaysa? Aman ağanıkin bunu şundakını alamız. Közlerim qamışıp ketdi kudam. Nim degen çıraylık kiyimli bana. Şu. Soğuk iş bilen koşam yok kaysa kudamda. Alam yap sağlap kıp koydu iş bilen. Közle. Emdi bir közle. Baldırak başlasılır olmam tümşəge. Qaysama kiyimnin çıraylıqlıqına. Ne yapıyorsunuz? Közle derdim kudam. Sılan bir közlerge bullak bağlap koymadım ben. Qılıyamadım kudam. Köz kudam közle. Közlerim qamışıp ketib. Biz bağçaqdık o, biz yavaş qotılı ekemez. Bir İngilişinde 5 metr konlu gitpez ki, şıqlap bulanda, vıtılınıp oturab. Bunday degen bilen hazır qoğavilla bek yaman bulab ketibdi. Kudam şon bir qızvallını bir çıraylık, bosu bir eriq bir çıraylık görünemdiki de. Boldu kudam, işkimiz orangutan bolmağın iken. O diyetim değişmeyen işkimiz kuduvacı pəyətişepini kötürep. Muş ballı çıraylık üssü var ama, əxlaq pezilt olsa şu balamınınki, kakukul Zeynep'tek 3 kilo da. Bizim məcü kiyimini kiymigendim, ötken 25 yıl 30 yılın tutuvatımız şu ənimi değil atmay. Sıl körep bolamılı mı kudam? Toz tollayam. Olmaz Gülmerxinimlam tola üfkan. Gülmerxinim. Çılaqma onda. Qayslafkan bir toy qopap qapdan. Şo bir ma qudamğı bir ondarak qılıp bir ranglap, özleri bilip, bir pəmilip bir qıpasla. Fkama mama pek yedim yani ikin. Muşundarak bolsun. Elqi yotsa pişarvanqa havoqdek içilip tus mensel tavlap qalım. Bir işkini qaqsı damal açamay bulondu jıqlav jügendim. Bunlar belemjimin tavısa xan. Hanım kırık başlarma ayıqım şunda çıraylık mavi. Bek soğuluq kine. Mam boldu kim mama. Ama şundan, anından, hemanından. Ma töpüdü bir bek çıraylıqları kəlgən, yığdın kəlgən. Bolu da. Fkan manda qisla, manda azır kösetken 3 dalını, endin ilik abiyam kösetken, ut qoşdek, keş işkiyimlerden bir 4 korup qılap bəslə.
Xudan mən toşayım bek çıraylıqkən qaylıslar. Giləmdən töpədi kəysi. Yo'qdi Xudan. Buni molini. Ma'num sepaslar. Toza olsam gardingicha. Mən çoxdan. İkimiz bebijdə işkidə mekiyamiz be valladıqlar. Uy. Ha, shundaqmi bamti Xudan, mayli. Sizlar meni xo'p sog'inlarg'u. Seyyadik şanjonu opomu qidlam bijimi qadab bagim babedellariga. Kam bo'libdi. Cho'ng'ilnikidan bir ish ko'rish ekkasizlar. Murodiga yetkazay. Bek çıraylık. Bo'lmishni o'rab sepasizlar. Onun keyin fukama yig'ib qo'ygan. Pashtaq qo'saqlarimiz yo'q turgan Sharifani ayliqqa bendashliq. Kaltishtindim. Birni ta'minlab qo'ysizlar. Sizlarni kiyamlar ya? Aqchan kiydi. Ishkina. Ma'qul. Ha, bakala qo'ysa, zar olsun yeb o'lula. Kimni rahmetim qiya oldimi? Hemen mən orab qoydum. Akaslar xon. Mushni bexinim balamga, sizlarga, hamma. Rahmet. Mansizlar. Xudan. Yigitga aldığını ilişdimi ya? Voy, isim qursin. Uni ilishni bilgan bo'lsam, men mavada uni qo'yga o'xshash cho'gilab yurmaydim. Maqsad. Alay Xudan. Bo'ldi, Xudan bo'ldi. Sizlar shu o'zlariga oladiganlar yadir tutib mang'ildigan chaqda mang'illardan ko'tarilib ketdi. Chusman. Unday deb ketmisizlar. Bo'ldi. Azara qida. Azani kiymaydi. O azani kiyib fugi chaqqandek bo'lib ham yalir urak o'ylab chiqsa at qo'ma chigindek. Bo'lmasa ammayna. Ben deyishib ketmayman Xudan. Bo'ldi, Xudan mang'ila. Epri versen ne olsun? Onu mu teyyak koygansın? Rahmet. Bunu lazım meste. Hem ko'ngillar onimada. Rahmet. Qayslar Xudan. Bayan naze silim bir jiqab qo'ydan bir telefonda o'shiq gapini qilib bir. Ko'ngillar faqat olmaslar jma. Voy Xudan, u o'tga ish. Ko'milma inimning kangligini, ichimdigan daryodek singibdi-da. Islama ağan degan. İlishtiga istqo berishdigan so'yitqo Xudan. Unutilib ketdi-da. Osh bola chiroyliqlamasa, qog'ini qaysaq Xudan. Sembalik, sayyolik hammani taqildim juma. At yana boshqa chiqmasin gapdan. Endi xorildim deb puti yerni tiqdi tilaveslar xorlagan bo'lmaylar. Sizlimda gap qilla, olti qavat ekandan so'ng to'yda o'tazib toz yarışdı mening qizimga, yarashqichiligi bor. Sizning evlatingning chirig'i, kelgisining onisi, mushal cho'g'irib bag'ish o'ynaydigan bolaning onisi mushu. O'tag'i sir bo'ladi Xudo. Shunda o'g'achqa Xudo, shunday keyin bir bizildan keyin qolsa bir shunda bir tutib, shunda bir kelinlarni bir o'tdan tutib qilamdiki deb o'ziga yaxshi olsin deb da'atman. Keyin mana qizlarga bir kichikina bir nemishni bir xato qillar bolam bir qamlashtiramagan yavrosi bilmada bir nim qizlar demekdi yo'qda bek yapadiganlar qizlarni zadim shunda siylab ona degan suvoqchi qaynon degan taratqo ashunda bo'ladi Xudo shunda pusab ketlar choy islar hech kim yo'q Xudo sizning hozir mana Xudo men kelsam olti parcha nondan bilan hech kim yo'q madasqonlarda mendek bir qudularga qilayotgan qiliqlarim bor mening qizimga faqat 4 tal go'sht chiqqan pitimandan berib qo'ygan yerlari yo'q chuma Xudo mening og'zimni ochmaslik Xudo og'zim ichilib turdi qulum silliq javendin tatib men sizga deb qo'yib Xudo igilib ketgan qo'yzuqcha hammadan xabarim bor chuma Xudo manda sizlar jahon olamni o'tib ketimiz chuma manda qilsizlar nimda qilsizlar qanchosimi ha qiz boqqan gunoh ekan muytaqa her gap temsil dikenler, muş ağızları bağdır Xudo. Men gap qildimmi ya? Men sizni o'ylar doston qilib urush qilganmidim. Chiroyli izzetlarni qilib, ayaqcham mush dostonni olib bormasam, men qizimga qapoqlarni 15 kungacha ochmaydi deb. Atishning yurdirmamda, yuzdan davaraylar o'zdirib, shunlashqa men sizni izzetlarni qayg'ilgan Xudo, yuragimni konserv qilib etlar. Agar men qizimning yurak qaynoqligi bor, biroq xoboning qozonni qaynab qolsa, 4 mala churkib qilmay pishidi, cho'kal o'tirib, yigidek qaynab ketdi. Majurga, Xudo bilmaslar. Bosh nevrimni menlan beqotima. Davomliq ekipasam ishchin sug'izib shatraq o'tiribdilar. Bir tomoqligimga diqqat qilmay, to'yda yakkaga eski tandirma qo'ymoqlarni berib, men itbrep voy balam deb, voy kilim deb osh bolanim men beqotima, ma'lum bo'lsina. Fuqlama, bo'lapti deb keldim Xudo. Yuragimni ezdi qilib etlar.
Men sizni bek çoğun görepdikenme qaysılar. Men mandarlıqlarını bilmepdikenme. Aşkın oldu mağludım kudam geplerine. Onda kımlıslar, sert durdu. Macahan alep kalan iken kudam. Yani sizler biz kelsek muş balı tutulğa öy jukup kalmasın, tutsun, keyin kevlatlık bolsun diye adam değil mi? Yaxşı terpimizi jukturumuz kudam. Kündü bunun bu müdaqı boydu, padıçının kamusu oğuşan müdaqı çölgütüp gelip kesilip kudam. Siz davamlıq öyə girmiş, öyді bala atqan emmişsin, toşup bardıkken şuna ama. Anamla öyə girip geleydi. Şuna mı bala? Ma gepleri bolmadı. Bu balam bizge bir kız yağlam ya cim dep bakka yeri yok. Men muş öyünün bu soğustan çıqqanı degen balam gep doşumay kelem. Siz poştaxandan poşta alıyorsun mağan iken, ayağını ketnim ayağını deydi qalgan. Gep doşumay kelem kelem balam. Gep caydı qalsın, öy tutuduğun niyetiniz olsa, ma ağzınızı sevip bitip kelem degen. Men bilime. Men kızvanın onası. Men bilim kuda. Dep bağımı sonunda sırı olmaydı. Benim aldığım tam davasını vermiş sırımı. Bolduk budam, öğütüp kızımla ketini versem. Oy, masa balam ketmez. Ecet batmadı bu kızım bu öge, ecet batmadı. Oy can başlar. Başkım çizikma. Çizdik buraya gör, çizdik. İş kaldığını ötep git bardım, qazlarının avazlarını anlap çırışım. Demiş oldu? Birəci yok olmadı hem de. O şehrin anlandı ma. Sokaş küçükken horazdaki bulatı dokmuş şehirde. Tanışıqlımı xeyli uzun oldu. Bunda talaşda çıkıp şuysanlar, ben kulun başını aldık, sen demesma. Vay Ufkan, men ma kızımmış öyle kelin kılıp etçeyken çağda sılpırlar, kamçıdek çiçek çoğukandek bəgendim. Sapırıqның toğuçdek mənzili qıyıp kızıl. Kaysa ağacı donqaq su ketdek olap ketdi. Aştaqlının noğuçdek daqıldı. Şunun sözünü. Sılıbında talaşda çıkılayı varsanlar, ma balının turmuşuq ders gidi da. Onun üstüge hazır emniyet, inaq cemiyet berpa qılaylı deb teşebbüs qılıvasa, sılıbında cidal qılayı versanlar sılınç toğrulama. Vay benim, sınıftan çıkıyığımız yok. Oldu bol özür dileriz fazla. Hem de kız bakmak pek tersken bana. Hem de bir şey giymişiz, bir bakmış öyle bakkanlıkken, tuyuksuz bir moyduk kergenlikken, o moyduk gülenmeydikken bana. Hem de bir şu aldapsıyla, biz seylen suvakçılık kılıp, biz seylen taratkılık kılıp, şundan tutulğa öyken bu. Hem de bir vay balım deyip koysam ben bu kaç hoş olan ben deydikken ben, şu otarının ömüde bir çikelerini opta ödep kalsa deydikken. Bop durup eskisi yok sınama jığımızla. Bunda talaşda çıkınmay, kanda aşı olsa çıraydı kalıplanlar. Vay bir kapımızlar, kudanın komanlarının yerin kırmızılar oldu. Vay ya kapılandım kudanmış, bağlı çırayla ödep kesse bir çırğımızı yandırıp, bunun başka bir ümidimiz olmayken sılama köğellerine almasla evde gelip yaxşı çıkmaydıken, bizimiz bözüm doksa, bizimiz tözüm dokap gelip ayağından kırıcı yanında çıkıp kalıdiken, değişip kalıdiken biz köğellerine almasla, bu bağlı hep özü de Sizin kapımızlar kudanmaz, komanlarının sınavı almışlar, daşlar bulup kaldı. Yol bizim onun altında değişkimiz yok da. Müşahede geplişip oturup, bir geptin gep çıkıp, bir azırak bir işli sebeplerimiz daha evcik çıkıp kaldı. Kelsler Eyangol, kelsler kudan. Erbey bir bayanınız bir çaylı bir tüzük bir yanlarım silik bir kaydı bir çaydanlık navaz silip bir komanlarını ilvalay kudan. Kelim kadar. Aslında bir kısık çaylanmış bir şeyine gönderip çıkslar. Balı komanlarını bir yerim kılmışlar kudan. Ecep bir değişip kaldık serpti. Serpti kardeşler. Sılama bunda talaşda çıkıp şüymey, çırayıp ötep ketenler mi? Ya hop falan bana. Vay iyi, pıstık adamın bayan ağızlarla muzeylik taş katmak ayınıp gitmiş, halimiz top ese. Aman bakalım. Kudan abi yapsın, çaranışıp gitmişsin de diyemedim. Bir bağlam sevze alsam, bir dasta kalem buldu. Ma puçuk bir yağlı çay vergelilere, bana beklenen buldu cuma. Vay, Nima ish qilyapsizlar? işlettim ha. Ma oldin qilibdim, Semira xonimning to'yida ishim kelmadim.
Bütün ayoluzade munçaqdek yasınıp beripdiken. Men kepezlikte yongandek lan beripdiken, men soda oxşaş. Şun bir birer kur igi alaylı bazadın. Bazağa çıkıp jirne. Sen sapma ya Ben terekçam matematıma işletime dedim sana. Özden çıkıp ilivememiz kimle? Bunu çıksa alayım bula da. Meni eten elip çıkamdın bazağa. Ma hoş. Nim bunun gep kılıp şüreyim ha. Hoş. Üzem ne var kılıp men mi saran? Captınıp meni mi bir bazarının kaltık yok tek. Ne bir bör yemdi buna olan billa bağmağanğa. Bahtiyar bu acel. Ha? Sanırım. Makul. Bugün Çütünki şirketimizin keng ko'lamda bir cho'ng faoliyati bor. Shunga ishga jiddiy lan faxrim kerak. Mush ishxonadagi barliq xizmatchilarga bir qo'rdan kiyim elib chiqinglar. Ma faoliyat sizlarga qarab qoldi. Tiz berib tiz yana aljama ma oqsab qolmasin. Ma'qul. Bo'ldi. Tiz yana aljama Baxtiyor. Ma'qul. Ma. Bizga shu biz bir faoliyat o'tkazmoqchi chiqibcha. Shuning bir konvoy qilib bo'lsa. Ha. Qanaroq lazımdı? Biz o'zimiz tanlaylik, siz ishonib qiling. Ko'rib baqilajam. Bu pek yozlıqqa yaqin. Shu yozliqroq ekan, shuni bo'lar. Rangli chiroyli ekan. Ko'rib baqilay. Ha, mana yerdan bakon mana. Mana. Ha. Mana bo'ladi ekan mana. Mashinalar bo'lsa mana. Maqishlik ekan. Mana bo'ladi ekan, ha? Maram chiroyli ekan. Pah, ma pəxrimlə igillərlə noçluqını. Pul yetsem mi elib keysem? Muşning dillam qiysa qo'lamdikan bijib qilibcha. Kichikka ma'qul, cho'g'san bo'lgan. Kesak chiroyli bo'lgandek turdi. Ha? Sel Cengiz'e tayyorlab qo'yamiz. Hojam atqandek itib ketadigan qilsiz. Bali rap bali. Bizning Bahubali kelyapti. Sahore Bahubali. Kinoda katapar qilish tiqqan bo'lsa, men sizga bizning Bahubali til tiqadigan qilibdi. Hala, men tushundiray. Manda Qandaroq, yaxshimi? yo'q, bizning manda biz istama ishxonada qilib bilan. Siz to'g'rimi? Voy pomza, qudunak. Voy pomza xanim, qujan. Voy no'qchinavat. Biz nimtimoqchi bo'lgan. Qanday qaylay? Men mening gapimni olgan. Biz menga kiyim tanlag'il chekan degan. Kiyim tanlastır bo'ladi ekan. Yaxshi, men xato gap qilib. Xizmatim bor. Sizlar xizmat bo'ladi ekan. Sizlar ishxonlarmish hadi ekanda. Ishlatamli qotdaq. Sizlar ishlasir bo'ladi ekan. Sapırıqның toğuşdek çoğukalını keyin alıp qısıp, menep. Mukafetni ağam idardı ekan. Paypaqның içine tıqıp qo'ygan pullar chiqdimi bugun? Mening gapimni olgan. Shirkatdan bizdan bugun Kim tanlığını kelgan, ishkan chiroylik boshdan oyoq taqilib, Faxrimning dağlıq egillardan boshdan oyoq kiyib, ishkanni qo'l tutishib, aşıq məşqlar şejarisini o'qib kelinglar degan. Siz gap qilmisizlar? Voy qanday qilay, numus qiyslar, izzat aslar. Men ega pasasam ishlatimi? Deb tutdi ya. Shunda ishlamdilar. Menda ishlaydigan ishilib qolsa, bütün ahaqli ishlaydi, mashamay. Qayla, mening Men gapimni. qo'ylay. Qayla, manda. Nenda bekra qo'ylay. Ishkilarning turg'uy bilan kukdek tug'anlar yerlarga qo'ylaymi hujam? Ko'slar. Ishkilarning Faxrim bilib o'ylab ketibdi ya. Men menda jo'ldirib ketay, yuray. Yalnızlar bek ejderha voy chiroyli. Maxinim bilan tirs yurildizlar. Bo'g'moq egilni tirs kiyib, boshdan oyoq taqilib ketibdi. Jildir. Qanday azob beribdimi? Mustavaqt o't qo'yibdimi bu xonimning beshig'a? Tayyor vokallik pulni hajlatib qo'sqini isirtibdimi ballariimning puli?
Ha? Meni gırım qılma, pırım qılma, surak qıl. Tabii judasitler. Bu yoq idishig tushib olgan choqqal bilan mengib yuraylik ekanmiz xo. Chiroyliqmikan? Ha? Avaqmikan? Maxinimga 20 metr sheping duxavida ko'nglik chiqdi ekan. Sen atish vazirining rahli yo'q gelmaydi demoqchima. Ha? Yo'qmikanmi? Inim kangmikan? Asfalt yo'lni bir olamdi ekanmi? Qayla, men meni gapimni angla oldi bilan. Qanda anglayman, qanda anglayman. Chiroyli nomus qilsasın, nomus qilsam menimi o'ylamaslar. Munchaqda ichki bolamizni o'ylab qo'ysiramman-da. Shaddi qilibni ochqizda xotinini ko'tarib yuribmish, cho'giltib. Qayla, ma sen manda deyma, unda sen bo'lmaydi, men mening xizmat ishim. Vez mayaga manda kiyim tanlig'ilar chiqqan. Sen manda xato tushunib qalaymiqan gap qilsang bo'lmaydi, angladingmi ya? Men oldindan mening tushuntirishimni anglab, uningdan gap qilmam istayman. Qancha başqa? Ben hozir tushundiray. Xizmatdan işte kiyim-kechak ko'ram dekansizlar. Taqchirishingiz davlat barqiliq faxrimni ko'rsatdingmi? Xizmatingiz shu misildan. Ejab xizmatgini va. Ejab qo'shilib borman gul qaqalarim ichida. Va bir mendan chiroyliroq, mendan esliroq odam topsam, nereden topdimmi? Oshtoqsizlik daqda xotinni. Og'zimga gap qil. Nima deysiz? Mende iş kelkilik edem tapsam qo'm, maqday. Hocan şaddı qulubni ochqisa keyin dalag'ishib turdigan Shamal Durg'un nereden topdi? Ha? Hocan hukmra bizi chiqadigan bir Semikova yo'l boshlig'i tutaragay. Endi shu ma'lum. Sen samalliqning sho'tsi. Qaylaysan qo? Men ichimdan siqma, mening gapimni oldi bilan angla. Men nima japanini tatib tutyapman uyni. Uyni tutib edimini qaylishni qaylamayman menga. Sen chek-chekdinki. Menimkin qalib bishman efasa. Acaba biz kim kögülge gelsin hatta düşenler. Kim sen görsen olur diken? Mımsızın kayla. Düşündüm ha git nazır düşündü. Senin kumakçı ha? Soyumuzda buzmakçı mı? Tuğmay durup şiki balık koyun. Sen şiki balığının boynuna attım cıma anlap koy. Yapan dersen şunu takıp öğü tutkan cevap neredeydin? Hem de bir temi kıştılganda kırkılıp varam sen. Qayla bakadı maka haqqı aza bermem. Işkimez xizmatdosh. Şirketdan depte kiyim ağıl çidoq başqa iş yo'q. Onu da bekiştilik meni. Mat sen bu. İzlumatçının kerkitmiş qilib qo'ygan. Qo'ydik kim meni baka. Meni uramla. Meni uramla sen. Bak gapimni angla oldi bilan. Qanday anglayman? Mening tushuntirishimni angla. Mava mening xizmat ishim. Bizda men idorada qayla. Men kiyim tanlanglar deb chiqibdi. Shomaya kiyim tanlig'ini chiygan bizning boshimiz. Abla. Ayla ma saat durdu ama ya. Konuş bilesi çıkıp saat durdu. Kımma. Nim boldum lan da. Navu ticaret oruna kapımdan kadar kapatışa çıktıysan. Oy nima deyla? Bishkim boldum qara qildim sizga. Ticaret o'rnima. Sizning do'konning tijarati zapish erkak bishchi qahuli qahnon nemishi markalı ishni qildi ekanda. Tijaretim bilan kim tijaratni qilsir oldi ekan. Voy zuvoningni jim. Nima? Nomus qilmaydi ha? Aplaq. Edem zaten nomus qil. Allah şoqadan qayla kultiyib, o'y tutqan sen neredeydin? Endi meni temi qishib yoqsa qirib qopdimi? Ha? Sen so'ng'is to'yqidek dondashib to'g'inni meni o'yingida qilib yo'qsa ben chiroyli. Voy baxtiyorjon tushundirmay o'zini jinim bilan. Jinimni chiqaribdimi? Nima gap qilmas endi dashdimi avo. Degan niyoz gapni ya ishonmay. Başlaq. Yo'q, manda bizning yo'lbos gap qildi. Menga masala ishga chiqman, mentinacha gap qilasizlar. Men anglayman, anglayman. Voy asir o'g'rilar, musir o'g'rining gibi bize. Voy, nim bo'ldi sizga mushtaq burishdim bo'ldim. Yarım soat bo'ldi, bir kilometrsin shaga. Vaqtda zodiga da memnun sinni qarab qoldi. Aldingmi? Ma'qul başlaq. Ma'qul biz hozirlan boramiz. Hozir kim tanlab bo'ldi, hozirlan boramiz. Ma'qul başlaq. Bo'ldi başlaq, ma'qul. Aldingmi? Qanday ekan? Biz men kiyim tanlig'ilar, men bizlar men bir ish qilib chiqib shundami? Endi gaping bormi? Mada edemga o'rin berjima, mada gap qiladigan vaqtida sen men ne chiqdim bo'ldi, men uyda ne chiqdim deb ketdim seni. Men bir ak sho'g'an ekan, erim nima chiroyli tushuncha bersa, va taladim unda sazoy olib ketmaymiz, angladingmi? Hep sen böyle uyga borganda deyishim. Menga Faxrimning cho'ng do'konidan bilib ashak boram.
Taza açık küçük temi var aşka gepleri Her bir sözün vezne var aşka gepleri Ayağımda bir isim kurusun. Kızımın da azalım ektifa iş yok be. Bir telefon kılay. Bakaysa kem iş köpünürga bilini Erikli isma akımma Söngüleyli birlikte Allah olsa yerine Eşkadın özü var aşka gepleri Mana xizmatimiz oңuштук аягылышып азыр ödü yanmаңда.